Assalomu alaykum. Juda ham foydali video bo'ladi. Prorablarimizga elektrikligi, mijozligi nima bo'yicha mana bunaqa yangicha klipsalar chiqqan. Ko'p odamlar ko'rishgan, oqini ko'rishgan, ranglilari ham bor. Sariq, yashil, qizil. Mana bunaqa pochkada bo'ladi. Ko'p elektriklarni ko'rsanglar ishtirok qilishadi. Hamutda, rastvorda, narsada yamaladida. Bu ustaligi juda ham qulay bo'ladi. Ham toza ish bo'ladi. Ishlashligi qulay, masalan, bitta rang oldik. Ish 2 sekundda bitdi. Ham rotmusvor, ham VVga bemalol ishlab turibdi. O'zimizning o'zbek bolalar, musulmon bolalar chiqarishyapti. Narxi juda ham kepayna. 150 so'm mana shunaqa dona chiqadi. Bitta pochkada 100 ta dona bo'ladi, bir 15 ming so'm bo'ladi. Pulingiz ham ekonom bo'ladi, ham vizualni chiroyli bo'ladi. Ishlatishligi juda ham qulay, qarang, turishlarini ham. Plastmassasi ham juda qattiq. Agar mabodo yiriroq joy bo'lib qolsa, bunaqasiga ham qo'yib yuborishingiz mumkin. Mabodo kattaroq shtraba bo'lib qolsa. Mana shunday qilib turib qo'yib yuborasiz. Shuncha joyga qilib qo'yamiz, o'zimizni ishlatib, amaliyotdan o'tkazib, keyin tavsiya qilamiz. Pastda nomerlar bor. Mabodo hamkorlik bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Toshkentdanmi, boshqa viloyatdan ochishingiz mumkin. Kontakt nomer qoldiramiz. Yaqinlik ulashib qo'yinglar, juda ham xursand bo'lardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.